Gamma yangi kelgan достижение videosi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Shohdek bot. Bugungi videoroligimizdan bilgan bo'lsangiz kerak, yangi Turi 1 versiyada kelgan yangi достижениeni qanday qilib bajarish mumkinligini osongina o'rganib o'tamiz. Videomiz juda ham foydali bo'lgan. Bitta like bosib qo'ysangiz, obuna bosgan bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardim. Biroq sassiq gapingizni like bosgan bo'lsangiz, obuna bosgan bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Aytgancha, bu videoni ko'rayotganingizda balki Real Pass kelgan bo'lishi mumkin. Agar sizga Real Pass uchun yoki katta donat uchun UC kerak bo'lsa, UC begona qilmasdan bizdan xarid qilishingiz mumkin. UC admin lichkasini opisiyaga qo'yib qo'yaman. Bemalol ishonchli va hamma narxlarda UC olishingiz mumkin. Xullas, достижениeni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bizga 3 ta yangi достижение kelgan. Bugungi videoda ikkitasini o'rganib o'tamiz. Qolgani esa ertadan keyin video qilaman. Xo'sh, mana bu достижениeni ko'rib o'tamiz. Undan keyin esa ikkinchi buni ham ko'rib o'tamiz. Bo'lmasam biz ketdik. Достижениемizning 4 ta missiyasi bor. Birinchi missiyasida mana shunaqangi eventga tushing degan, bir marta tushsangiz bo'ldi. Erangilma, levikma, weekendma qizig'i yo'q. Va reytingsizmi, buni ham umuman farqi yo'q. Eventga bir marta tushsangiz bo'ldi. Va uning yana bir missiyasi esa mana shunaqangi narsani olishingiz kerak va bir marta foydalanib uchishingiz kerak bo'ladi. Buni ham bajarib bo'ldik. Endi keyingi missiyasiga o'tamiz. Bu orada yo'limdan ikkita aqlli chiqib qoldi. Vobshe ikkallasi katta ekan, mana ko'ringlar. Mana bu tepada turgan umuman ko'rinib bor, reaksiyaga zo'r urib qo'ygan. O'ta kallasi katta ekan bulardan, lekin ulardan meni kallam kattaroq. Bo'lmasam keyingi missiyasiga o'tib qolamiz. Keyingi missiyasi esa mana shunaqangi transportdan bir marta bo'lsa minib ko'rishingiz kerak bo'ldi. Shu bilan mingandan keyin buni ham bajargan bo'lasiz. Oxirgi missiyasi esa mana shunaqangi joyga bir marta kirishingiz kerak bo'ldi. Bu missiyani ham biz 100% bajarib bo'ldik. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi достижение esa men metga qo'ygan joyda Erangel kartasida ana shu joyga borishingiz kerak. Xo'sh, mana shu metga borish kerak. Menimcha bu metga yetib bora olmasangiz, yo'lda transport olib yetib olaman. To'g'risi, bundan oldin ancha ko'p urinib ko'rdim, lekin mendan oldin kimlardir bor qol, juda ko'p odam boryapti. Hech qanday qurol bo'lmaydi ko'pchilikda, pichoqda solosol, qonga qon, jonga jon bo'lib ketyapti, talpada. To'g'risi o'lib ketyapman, chunki ko'pchilik meni tanib qolishyapti-da, birinchi menga qarab yugurib kelishyapti. Endi pichoqda 1 ga 1 urishim mumkin, lekin 4 ga 1, 5 ga 1, 3 ga 1 ura olmayman-da. Shuning uchun o'lib ketdim. Endi bitta yo'li sakrab, akalar, iltimos, endi video olay deb sekin bajarishim kerak. Birinchi o'rinda men transport topishim kerak. Xo'sh, transport ko'rinmayapti-yu. Mana bu yerda bor ekan. Sekin boramiz endi. Agar mendan oldin odam bormagan bo'lsa juda yaxshi, chunki birinchiga siz borishingiz kerak ekan. O'sha odam bor orqada, biz bosishimiz kerak. Mana men ham yetib keldim va yerda odam bor. Odam bor bu yerda. Sakraymiz-da. Bu yerda gapirgan zapis yozilmagan, lekin bu yerda men yordam so'raganman. Bo'ldi, biroq sassiq gapingiz dedi, bu ham yordam berdi. Xolos, mana bu yerda dragon bor, ya'ni ajdarho bor. Buni biz uyg'otishimiz kerak bo'ladi. Uyg'otganimizdan keyin tagida uchib ketadi bu. Tagida mana qanday sanduq bo'ladi. Mana shu sanduqni biz ochishimiz kerak. Ochgan o'sha odam keldi uni. Ochgandan keyin bu yerda shunaqangi ko'k tanga ko'rish, tanga chiqadi. O'shani olishingiz kerak va qurol ham bor. Biz mana shunaqangi tangani olasiz. Bu yerda 3 xil tanga chiqadi. Oq ayiq tangasi, pingvin va tulki tangasi. Mana bu yerda hozir pingvin tangasi chiqdi va bu yerda 3 xil tanga chiqadi. Shular olsangiz bo'ldi. Buni 100% bajargan bo'lasiz. Xullas, bu yerda ancha bularning gaplashdi, salom-alik qildik. Ko'plari meni bu yerda obunachim ekan. Ular hammasi yordam berish, jonlari sog' bo'lsin. Ikkita ko'ta bog'lab keldi, ularni darilatdim.
Xullas, mana shu shaklda chiqqanman. Ko'rishingiz mumkin, menda mana shu pingvin ajdar tangachasini oling degan missiyasi bajarilgan va bu yerda esa tulki bilan oq ayiq qolib ketgan. Buni bajarishim shart emas menimcha, chunki tushuntirib o'tdim. O'sha yerda tanga olsangiz bo'ldi. Maslahatim reytingli qiling buni, chunki reyting juda ham ko'p odam boryapti. Reytingda deyarli odam kam boradi. Shundan agar rang ko'tarmayotgan bo'lsangiz, shuna qilsangiz bo'laveradi. Mana sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Jonlaringiz sog' bo'lsin.